Assalomu alaykum hammangizga. Mana bugun bahorda birinchi oyini o'tkazib, ikkinchi oyga qadam qo'ydik. Va shu bilan birgalikda o'sha bahordagi biologiyadan oxirgi sertifikat imtihonini o'tkazdik. Xudo xolasa mana shu mavzular bo'yicha bugun kanalimizda soat 21:30 da chat bo'lib o'tadi, ya'ni ochiq muloqot. Bu muloqotning asosiy maqsadi nimada desangiz, birinchi navbatda o'sha kuni kecha bo'lib o'tgan sertifikat imtihonlarini tahlil, ya'ni xulosa qilamiz. Xo'p, undan tashqari o'sha keyingi yillarda, ya'ni yaqin yillarda trendga aylanib borayotgan o'sha onlayn kurslar haqida gaplashamiz qisqacha. Ya'ni o'sha onlayn kurslar qanday, kimlarga maslahat beriladi va onlayn kursda qatnashishda qanday, nimalarga e'tibor berish kerak, o'shalar haqida qisqacha gaplashamiz va o'sha yaqinda kanalda e'lon berilgan o'qituvchilarga mo'ljallangan kuzgi sertifikat, biologiyadan sertifikat va attestatsiya imtihonlariga tayyorgarlik ko'rish uchun o'sha o'qituvchilarga mo'ljallangan onlayn kurs ochmoqchimiz. O'sha haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Xudo xolasa soat 21:30 da ko'rishamiz. Kanalda linki mana shu videoni tagida yoki Telegram profilida bo'ladi. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar va o'sha bizning muloqotimizga qo'shiling. Ancha-muncha ma'lumotga ega bo'lasiz. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.